O. O jonivor mana yiring. Mana. Mana noto'g'ri ukol qilinganning hisobiga o'sha yiring yelkagacha kelgan. Bu otga egasi noto'g'ri joyda noto'g'ri inyeksiya qilganligi uchun qilingan preparat so'rilmasdan muskulga abses berib yuborgan va yiring holatiga o'tgan. Agar jarayon qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir buni kesib, ichidan nima chiqqanini ko'rsatamiz. Mana otni hozir aytdim, mana shu yerdan, belidan bu yoqgacha yiring bor. Hozir bu yoqdan kesib, yiringni haydab chiqaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O. O jonivor mana yiring. Mana. Mana shu belin ustidan bu yerda mana yiring tiqilib qoldi. Mana. Mana. Mana shu yerga trapetsiyani oldigacha kelib qolgan ekan o'sha. Mana. Mana noto'g'ri ukol qilinganning hisobiga o'sha yiring yelkagacha kelgan. Mana shu yelkadan jonivorning ingrashini qarang. Maza qilyapti. Yo'q, qo'llari yaxshi, mana yelkaga kelib to'xtagan ekanda. Mana maytdan boshlangan. Mana qovurg'asi boyagi ishib turgan ob'yom yiring o'sha bilinmam bir 2 litr chiqdimi, 2,5 litr chiqdimi? Mana shu bo'shagandan keyin suyaklar o'sha ko'rinib qoldi. Ot yaxshigina ozigan dard hisobiga. Otga noto'g'ri ukol qilgansiz-da? Dori so'rilmaganlik hisobiga bu yoqda birinchi so'rilmay suvni atrofiga suv yiqqan, yiringga aylanib ichkarida yorib chiqib keta olmaganda bu yoqqa qarab yurib o'rgan. Da o'sha bu turg'izganingizdan keyin maza qilib bu. Mana ichkarida yiringni bo'shatib olgandan keyin ko'rsat yerda. Yiring normalniy chiqdi. Endi bu ichkarini tozalash uchun Perix vodoroddan где-то 1 litr ketadi bu yoqqa. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bering bu analiz. Ko'pirtiryapti-da. Mana bu. Mana ichkarini yana Perixga qaytarib to'ldirgandan keyin qamab olib turib, bu ichkari yana masaj qilinadi-da. Perix hamma teshiklarga kirib borgandan keyin uchini ochamiz. Yana qaytadan mana. Ana. Aka cho'tki bo'ldi mana. Ko'rib oldingiz-a? Mana yallig'langan joyda yeringni tozalab, Perix vodorod bilan chayib yana toza qon chiqquncha, toza qon uje ichkari tozalandi yeringdan. Endi hozir buni antibiotiklarni qilib, o'sha infeksiyaga qarshi antibiotik hamda shishni qaytarishga preparatlarni qilamiz. Mana yiringli joyni tozalab olgandan keyin organizmda infeksiyani to'xtatish uchun antibiotiklardan otga Penstrep. Otga preparat qo'llayotganda shuni ham mana shu ot boqadiganlarga ma'lumot o'rnida aytaman. Otga, otda organizmi, otda muskuli yog'da eruvchi antibiotik, yog'da eruvchi vitaminlar bilan yaxshi chiqishmaydi. Shuning uchun har doim vitamin qilsangiz ham, og'riq qoldiruvchi qilsangiz ham yoki antibiotik qilsangiz ham suvda eruvchi antibiotik, suvda eruvchi vitamin shulardan foydalanganingizni tavsiya qilaman. Hozir mana jarayonni tugatishdi. Penstrepdan
bo'yin muskuliga mana. Mana shu uchburchak joyiga bo'yin muskulidan 20 gram jo'natiladi. Kunda bir mahal 3 kun. Antibiotik qilib bo'lgandan keyin tanadagi shishni, absessni qaytarish uchun deksamid tarkibida deksamid o'zini hamda furatsimid saqlovchi yaxshi buni ham effekti. 50 kg tirik vazniga 1 ml. Bu otimiz YVS где-то 650-700 chiqadigan bo'lsa, 15 ml muskul orasi yoki vena qon tomiri orqali jo'natsangiz bo'ladi. Hozir bunga tezroq ta'sir qilish uchun vena qon tomiridan jo'nataman. Bismillah. Vena qon tomiriga tushib olgandan keyin sekinlik bilan deksamidni qo'llash vaqti 3 kundan 5 kungacha kunda bir mahal. Kesilgan joyda jarohatni, atrofida infeksiyalarni yana yo'qotishga, terini, to'qimani yaxshi tiklanishi va eng asosiysi pashsha chivinlar o'tirib qurt bosmasligi uchun aslida 3 sprey yaxshi samara beradi. Mana bu pashshalar kelgan atrofiga. Mana bu yoqda yallig'langan to'qimaga ham terini to'qimasini tez tiklab berishga yordam beradi. Xudo xolasa mana organizmdagi yiringni chiqarib tashlab otni azobdan qutqardik. Bu yoqqa o'zi aslida jarohat joyi kaltaroq bo'lganda drenaj qo'yish kerak edi. Uje yiringli holat va kurakni ustigacha borib qolgani uchun obyekt juda katta, masofa kattaligi uchun drenaj qo'yishni men qo'ymadim o'zim. O'sha yerdan bu yoqqa qarab, oldidan orqaga qarab massaj qilib, pervaskalar qilinsa, xudo xolasa 3 kunda yoki 5 kunda yaxshi bo'ladi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bu videoni mana shunaqa oti bor tanishlaringizga, otiga o'z ukol qilishga qiziqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, vaziyatni ko'rib, xulosa chiqarishadi va veterinarning maslahatisiz o'zlari ukol qilishdan bosh tortishadi.